电视机前的观众朋友们，大家好！欢迎你们收看我们的媒人节目。Salam qadrli ko'rman do'stlar. Elchi programmamizning yangi sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Programmamizning tajidorligini rayonimiz korxonchilik sifida 12 yildan buyon izchil inovat ham ishonch tiklaydigan Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Tilsim oltinchiligi alohida talab qilgan. Programmamizni Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish cheklik shirkati ajri bilan ro'yobga chiqargan. Qadrli ko'rman do'stlar, bizning programmamiz yoshlarga ko'ngillik uchirish fursatini yaratib berishni maqsad qilib turib ro'yobga chiqdi. Har qismini ulab turib ko'rishni unutib qolmaysizlar. Elchi programmamizning mazmunini texnik sarxillashtirish, eng muhimi qoyil qilish kuchini oshirish uchun biz naq maydonimizga el hurmat qilgan ustozni taklif qilganmiz. Xo'sh, men tuanda ma'lumotlarni tanishtirib o'tay. Abdunum rayonluq madaniyat yurtidan ommaviy madaniyat tadqiqotchisi, davlatlik birinchi darajalik artist, kasb ham turmushda qo'sh muvaffaqiyat qozongan sevimli san'atkorimiz Xayrigul Hasan. Qarshi olamiz Xayrigulda. Şinjan Sudi advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi, pishqan tajribalik advokat Fatigul Abduqodir. Qarshi olamiz Fatigulda. Rayonimiz psixik maslahatchiligida ko'zga ko'ringan psixik maslahatchisi Ali Ma'lum. Qarshi olamiz Ali Ma'lum. Uch ma'lum biz bilan tang fikir almashtirdi. Yoshlar naq maydonda yo'liqqan qiyin masalalarga javob berdi. Xayriguldan o'z tajribalariga asosan turmushdagi savodlarni ko'pchilik so'zlab bersa, Fatiguldan qonun savodlarini naq maydonda ko'pchilikka tushundirdi. Ali Ma'lum bo'lsa yoshlar navbatda yo'liqayotgan psixik masalalarga darhol javob berdi. Ma'lumlarning qimmatli vaqtini chiqarib programmamizga kelganiga rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa, go'zal qizlarni sahnada kutib olamiz. Go'zal qizlarni sahnada kutib olamiz. Quyoshda qizlar. Programmamiz qo'yilib bir necha sondan keyin biz cho'nglardan uzluksiz yaxshi inkaslarni topshirib oldik. Yoshlarning programmamizga yuqori baho bergandan sirt, cho'nglar programmamizni ko'rgandan keyin yoshlarimizga haqiqatan yaxshi uchrashish fursati bo'pti. Eng muhimi biz bu programma orqali farzandlarimizni qaytadan tushungandek bo'lyapmiz degandek yaxshi inkaslarni berdi. Ko'rman do'stlarning programmamizga yaxshi baholarni berayotganiga ko'pdan ko'p tashakkur etamiz. Xo'sh, qizlar, bugun sizlarning hurmatinglar uchun kelgan birinchi mehmonni sahnaga taklif qilishdan burun biz uning bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Qanaqa deysizlar? Qani, marhamat. Yaxshimi do'stlar, mening ismim Yusuf, yil 35 yosh. Mijozim xushchaqchaq. Kasbim ko'z doktori. Mening bu sahnaga kelishga maqsadim oq ko'ngil, samimiy bir hamrohlik etish. Güzel qizlar, endi alqishlarimiz bilan sahnamizda Yusuf Hamitovni kutib olaylik. Qani Yusuf, marhamat. Ustozlarimiz salom qilibdimsiz. Ustozlarga salom. Sahnaga chiqibla bir-biridan chiroyli 8 qizni ko'rib, Yusuf salom qilishni unutib qoldi-ya. Kechikibroq salom qildi. To'g'ri tushunimiz. Yusuf, dadillik bilan bizning elchi programmamiz qatnashingizga sababli qilib baxsam bo'lamdi. Ben şu müşaheden bir yaxşı bir indeyimiz. Güzel kızlardan birani. Eğer bana ko'ngli tushsa, menga ko'ngli tushsa, olib ketmoqchi, shundaqmi? To'g'ri, shunda. İşleriniz utuqliq bo'lsin. Güzel qizlarningmi Yusufga diqqat nazarini ag'dirib, ko'ngillik paranglashishinglarni umid qilamiz. Yusuf, endi mishaga chiqqan o'g'illarning ko'pinchisi oq ko'ngil bo'lsa, ota-onamga kuyinsa, mijozi yaxshi bo'lsa degandek turli gaplarni qildi. Endi sizning kelgusi jo'ringizga nisbatan boshqacharoq talablaringizmi bormi? Mening bo'lsa bir xushchaqchaq bir uyda bir birinchi shart xushchaqchaq shundaqmi? Xushchaqchaq uyda bir chaqchaqlashib, bir yaxshi bo'lsa deb o'ylayman. Ana lekin xizmatni men surishtirib ketmayman.
Xizmatga hech qanday talabingiz yo'q Men shundaymi? o'zimning kasbi ko'z doktori bo'lgan ekan, lekin hozir doktorlik qilmadim. Gradus ko'z do'konchilar bo'lgan ekan, bo'lsa men bir ha u deb. O'zingiz ama taqib olgani hozirgi mana modaga agishib taqgan ko'zoynakmi yoki sizning ko'zingizda azroq masala bormi? Gradus ko'z Gradus ko'zoynak. Jaza lekin o'xshamaydi. Jaza boshqa sal go'sharoq topgandim. O'zgacharakda. O'zgacha. Ko'zoynak do'koni ochgandan keyin albatta qizlar ko'p kirib chiqib qoladi-ku. Hozir masalan ko'zoynak do'konlarining xaridorlari ko'p. To'g'ri. Shu vaqtlarda fursat bo'lmadimi qizlar bilan o'zaro ko'rishadigan, tanishadigan degandek. Fursat bo'ldi hamda ular vishonlar qo'shishimiz hamda o'rmassizlik ularniki deb hamda sal uyildik adam demakchi olmaydi hamda. Shu o'zingiz bak o'yilib ketgach mijoz ochiq yo'q qizingizda aytgansizda. Xushchaqchaq bir uyda bir bunda bir. Qo'shindaq bo'lsa, mush qizlarning asosan mijozi ochiq. O'zaro paranglashsanglar bo'ldi. Agar siz xohlasangiz avval savolni siz qo'yamsiz yoki qizlar sizlar Yusufdan savol so'ramsizlar? Xo'sh qani, Aliya. Yaxshimi? Yaxshimi, yaxshilansizmi? Siz turmushingizda hozirgacha bo'lgan vaqtda qanday qizlarni uchirtib baqdingiz? Menga hamda sal mijoz sal beramchilik qizlarni o'zlari yaxshi hamda shuni yaxshi sal mijoz chiqshamgan nima ishlar bilan shu yaxshi bo'lgan degan asosan bo'larmikan hamda. Bo'ldi-ku. Oylik kirmini so'rab boqaychi. Ha. Oylik kirmingizni. 8 mingdan 20 ming atrofida. 8 mingdan 20 ming atrofida. Qo'yam bo'lsam, boshda bo'lishi mumkin degandekchi. Muqim lekin. 8 mingdan 20 ming degan gap bak to'van kirim emas-a? Lekin jafolikmi xizmatingiz? Masalan, 8 mingdan 20 ming oldi degan gap muqim hukumat xizmatida ishlayotganlarga nisbatan masalan farqi bormi? Shanba yakshanba dam olishingiz to'liqmi? Hayit bayram dam olishingiz to'liqmi? Va yoki ismini qo'shib ishlaydigan ishlaringiz bormi? Yo'q, unda ishlar yo'q. Mening ishim shunday rahat. Ko'zoynak do'koningiz adam alamda yaxshi ekan. Xizmat izlab kelganlarga uchirib bersak bo'lg'udak. Bo'ldi. Bizning asos qansoq xaridorlarimiz bor emasmi? Har millat xaridorlar bor ekanda. Asos men bir milliy Asalliq aholi millatdan ishlaydiganlar nisi qansoqlar asos. Har millat birga ishlayotgansizlar, har millat xaridorlar bor ekan, demak bir ko'ngillik muhit ekanda. Xo'sh qizlar savollaringizni davomlashtirsanglar bo'ldi, Fayza. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizni so'rab baqsam, abim chiqqanda Mayradan familiyangiz Hamidov dedimi? Millatingiz binochi Uyg'urmi yo? Demak, o'g'lim amdilik boshqa millatlarda familiya qatida emas. Masalan, bizning minom Fayza Ahmedov. Of bo'lgandan keyin men Fayza Tatar. Men Tatar. Shunga men kimni yo o'zbek yo tatar yo boshqa millatmi deb shuni so'rashim. Mening dadam tatar, opam Uyg'ur. Shu bir yer bor. Sen familiya qo'llanamsizlar deb. Familiya qo'llanamiz. Undan keyin bir savolim. Abim siz qizlar bilan chiqishamidi, mijozimiz kelishmidi dedingiz-ku. Siz o'zingizning mijozi qanday qizlarni keludi deb o'ylaysiz? Men bir xushchaqchaq, masalan, kelganimda bir chaqchaq ko'tarib, uylarimda bir güzellikler kapaklarını turib olganlar, bir batlan turib. O'zingizning mijozi qanday qildi? Siz ochiq yo'riq kiramsiz? Men xushchaqchaq ochiq yo'riq kirman. O qizmi ochiq yo'riq bo'lsa deb o'ylamsiz? Bir uylar chaqchaqlishi, bir ko'ngilli bo'lsa deb o'ylayman. Sizcha ikki ochiq yo'riq bir yakasi qanday bo'ladi? Bo'ladi, bo'lmayga ish yo'q. Endi siz Irshad ukam hayvon bek boqqanmi? Hayvon? Nima boqsiz? İt bek bakkan, kepler bek bakkan, toku bek bakkan, yani müşk bek bakkan. Amrak mı aynı hayvan? Amrak. Kuş bek bakkan mı kuş? Kepler bakkan o kuştan. Yakma elke sayraydıgan kuşların çok. Ya ondan az bek bakmadım. Kuşlar, mesela siz kuşkaş bek bakkan bolsanız, bu kuşların sayraydıgan vakti var. Sayrmaygan vakti var. Qanday vaqtda qushlar sayraydi desangiz, bir xil aptapni, lavanın uchuq bo'lsa-chu, ana qusuqtoq bo'lsa. Bu sayraydi bu qushqashlik-chu. Men Aliman o'zim ko'rganman. Men qushlarni qafasga qo'yib beqishni yaxshi ko'rmayman. U shunda. Ammo qushlar shuni yaxshi ko'rdi. Siz yaxshi ko'rmayman-chu. Ba'zi qushlarni qo'yibetsangizmi, Ayşaga bexatarlik tuyg'usi topolmay qolish mumkin. Endi biz qushlarni beqish uchun cho'qim qafasitimiz. Huzurlanish uchun osmon qaraymiz. Ammo beqish bo'lgandan keyin cho'qim hamda qafasga kirishga, u qafasmi nachar narsa emas. Biz uyda yashaymiz. Endi bu yerda siz bekchiq ta'kidladingiz xushchaqchaq deb-chu. Bu gap bakachilar ikki bo'g'imliq chiqqanmaydi. Xushchaqchaq. Xushchaqchaq. Demak bu yerda chaqchaqning oldida cho'qim xush deydigan bir narsa bor. Odamning kayfiyati yaxshi bo'lsa, hamma odam sayraydi. To'g'ri. Hamma odam xushchaqchaq. Xushalsiz odamning chaqchaqligini ko'rmaysiz, chaqchaqni ko'tarolmaydi, chaqchaqni tetimaydi. To'g'ri, Aliman. Shunga biz shu mayli jo'ringiz yoki
kelgusi oilangizni xushchaqchaq bo'lsin desangiz, xuddi qushlarga o'xshab, siz aptab bo'lmoqingiz lozim. Cho'qim ashta bo'ldi. Anandan keyin nima desa, siz o'ylagan shundoq bir xil siz bir romantik bir oilani tasavvur qilibsizmi? Menimcha hozirgi mijozingiz, hozirgingizda menimcha buni cho'qim o'zi chiqara olasiz deb qarayman. To'g'ri. Rahmat. Rahmat Ali Malim. Bayatın siz mening esimni qilishda men ko'z doktori edim. Undan voz kechib ko'zoynak do'konida ishlayaptim dedingiz. Menimcha ko'z doktorlik kasbi xeyli yaxshi kasb deb o'ylayman. Shuningdan voz kechib ko'zoynak do'konida ishlashingiz bir sabablar bormi? Ko'zoynak do'kon undan murat, undan yaxshi. Masalan, 8 mingdan 20 minggacha maoshni undaq rohat oladigan ish bo'lsa, chiqadam ko'zoynak do'konida ishlashi mumkin. Joyingiz aloqa maxsus kinishkani olmoqda nurg'un odamlarda. Kasb tanlash ham muhim deb o'ylayman, bir kasb qilgan. Demak, o'zingiz rohat bo'lganligingiz uchun, xushal bo'lganligingiz uchun kasb almashtirdingiz, shundaqmi? Bu bir mushunga o'sha doktorxonaga kinishkilari hamnasi ketadi. Yana bir real masalani so'ray. Sizning to'yga putishib, ilgari bir necha qizlar bilan yurib ayrilib ketdim dedingiz-ku. To'yga putishib, yenishib ketgan ahvolim bo'lganmi? Yo'q, unda ishda bu baxtli degan. Demak, to'y qadimigacha baramadingiz, shundaqmi? To'yning gap chiqmay turib, ayrilib ketgan ahvollar bor. Yo'q, endi oldida bir ketim bo'lgan, lekin bo'lib, endi shu xizmatning boshqa olmoqni shunday yaxshi bo'lgan. Bir qiliqlarni chiqarib, bir qo'ylarni chiqarib degandek keyin endi shuni bir yenishgan ahvol bo'lgan. To'yning gap chiqib bo'lib, yenishib ketgan ahvol bor, shundaqmi? Uzuklarni sap bo'lgan, uzuklarni sap bo'lib, oxirida qiz bolam mijozi menga yoqmay qoldi degandekchi. Mishada bundaq bir inchki masala chiqyapti. Portugalda qandoq ahvol ostida to'yliq qaytarildi. Chunki bu bir real masala. Nurg'ulg'an oilalarning shunaqa hikoyalarini anglaymiz. Masalan, to'yliqni opirib bo'lib to'ylar yenishib ketgan, to'yliq qaytarish masalasida o'zaro majrolar chiqqan degandek. Bu to'g'risida aniq belgilim bor. Ya'ni Oliy xalq sud mahkamasining o'ylanish qonunini tatbiqlashga oid adlilik izohat 2-sining 10-moddasida mundaq belgilangan. Tuvandagi ahvollarda to'yliq qaytariladi. Buning birinchisi ayol ikki taraf o'ylanish xati olmagan bo'lsa. Ikkinchi birisi o'ylanish xatini ep bo'lgan bilan birga bir uyda turmush kechirmagan bo'lsa. Bir kunmi? Uchinchi ahvolda hamda shu to'yliq bergan tarafning alohida qiyinchiligi bor. Alohida sabablar bo'lgan ahvol ostida to'yliq qaytariladi. Rahmat. Xo'sh, Xayrgulda. Ben müştaq bir bay dediniz siz 8 ming koydan 20 ming koygacha maaş alaman deydikansiz. Mesela sizning 20 ming koy maaş algan vaqtingiz meningkidan shunchalik yuqori ekanda. Shunchalik darajada. Shuningga bu o'tlagan qizlarning hammasini sizga turmushimizning bir yaxshi yo'linishi bor ekan, bir Paucan degende deyimiz var endi. Kapaltı bakken deb o'ylaydi. Turmushimizda bir kapaltı bakken degan asosda bu qizlarning sizga bo'lgan qiziqishi oshdi deb o'ylayman. Shuningga siz mushta qarab yiqinga o'zingiz bu sizga bir ortiqchilik bo'ldi degan gapdan bo'y turuqlaringiz har jihat sizda shunday ortiqchilik bor ekan, mushu 8 qiz hozir siz o'tirib turibsiz. Adam tunji holatda qaragan vaqtda har qanday bir narsani ko'rgan vaqtida o'z yaxshi ko'rgan narsa o'zining ko'ziga cheliqadi-ku. Bu sırtqı qiyafetinden, muşu kızlarının arasında özünüzden müştaq bir kızıqqan. Ma kızgı bir kızıqı baksam, düşünüp baksam degen bir kız barmı talap ekne? Hazır devitemde? Burun her qanday vaqtda desiniz buluyordu. Oldu. Ahırdırak demek çıkendikten qaraganda. Ma ikinci numaralı Aliya ma? Aliya ma? Aliya birinci özünden sual sorgan, sual soraplı kızıqtırıptı da. Ha, Aliya? Meni qaysi tarafdan yoqtirib qoldingiz? Qaysi jihat? Icazım qarsan bir xil. Mərisi bir xasta göründəndə qanday? Rahmat. Lekin bundaq bir masala var bu yerda. Men Aliya uchunday, Aliya o'zi yakanda turdi, shunaqmi? Ham yakanga ketmoqchi. Demak, bundaq uchurlarni cho'qim bilishga tegishli deb o'ylayman. Agar salobitini yoqtirdingiz, o'zi bilan tushunib baxmoqchi, yakanga berishni xohlamisiz? Xohlamayman. Ha, bo'ldi. Undaq bo'lsa biz yana o'zimizning paranlarni davomlashtiraylik. Abay, men Xayrguldamning gapidan keyin o'ylanib qoldim. 8 mingdan 20 minggacha degan gap haqiqatan ba'zilarimiz bir necha oyda masalan xizmat qilibmi tepib bo'lmaymiz. Bu xeyli yuqori kirimda. Endi bu yerda men Yusufga qartib demoqchi emas. Meningcha mana shunday kirimi bor va yoki yo'q bolalarni misol olaylik. Agar mush sahnaga chiqib Portugaliyada
o'zining kirimini xato ma'lum qilib, biroq qiz kirim sababli shu yigitga qiziqib ham mijozim kelishib qilib, maydondan ayrilgandan keyingi vaqtlarda aldanganligini his qilib qolsa, bu aldamchilikqa yatamdi yatmamdi. Endi bu shunday ahvol yuz bersa, bu endi aldamchilik jinoyatiga to'shmaydi. Ammo axloqqa to'g'ri kelmaydi. Axloqqa xilof bo'ladi. Axloq masalasida bu shunday. Axloq masalasi bu. Demek muşu noktalarını çoğun bililiş gerek. Hem özünün kanunlu hukuk menfaatini qoğdayımız deydiken bundak vakitte mesela aldamçılıkka yatmaydıgan, özünün köngülü yerin bulup kaldıgan, dili çigilip kaldıgan işinin aldını eliş için çoğun kızlar özünlerinin menfaatini qoğdaygan asasda özünler bilişik tegişlik olan köprek sorsanlar buldu. Elbette Yusuf mu şundak çamına yetiş yaxşı cevap berip atıdı. Özara bir-birinlerini düşenmegen taraflarını sorsanlar buldu. Qani Arzu. Yaxshimsiz? Yaxshimisiz. Abay kirmangiz deb o'tdingiz. Men qarasam kayningizga mahal pul tashlagandek tursiz. Masalan, to'y murosimi qilamiz-ku endi. To'y murosimini hashamatlik qilma deb o'ylamsiz yo oddiy bo'lsin bo'lamdi deb o'ylamsiz? O'tiral bo'lsa bo'ldi deb o'ylayman men. Hashamat bo'lsin. Masalan, to'y qilmay, cho'nglar chiloq qilaversa, biz naq maydonda bo'lmay sayat qilaversak bo'lamdi. Zamonaviy to'y qilmoqchi demakchi-da. Murosim o'tkazmay. Tushundim maqsadingizni. Men urf-odatni hurmat qilaman. Ha, bildim. Cho'qim dasturxon silib bir to'y choy berishimiz kerak deb o'ylayotgansizda. Aynur. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz bu ham mijozidek uchuq, xushchaqchaq qizlarni yaxshi ko'rman dedingiz. Endi meningcha ilqi masalan uyning ichida shunday qizlar bilan to'y qildingizmi deylik, lekin qizlarning cho'qim har vaqt ilqi mijozi uchuqni saqlab turishi mumkin emasda. Tasaddiqi masalan kayfiyati nachar bo'lib qolgan vaqtlarda ashtaliqi mijozi tutilib qolgan ahvol ostida siz qanday qilasiz? Yaxshi bo'lmi bir xil qo'shaloqqa qo'ysangiz bo'ldi-ku. Murakkab ish emas bu. Odam degan cho'qim kunni qo'sha olmaydi. Yaxshi, nima uchun shunday bo'lib qolganligini aniq surishtirmadan surishtirib ashdan qo'shaloq qilmayman. Qo'limdan kelishicha demakchi. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, Aliya. Yaxshimisiz Yusuf? Yaxshimisiz? Sizdan bir masalani so'rab baqim kelyapti. Mush xizmat jarayonida balkim bir o'ngsizliklar uchraydi odam. Masalan, bugun xizmat jarayonida toza bir xaridor tishingiz tegib qo'ydi. Kayfiyatingiz shundan nol. Uyga borgandan keyin mush kayfiyatingizni uyga ib kiramsiz yoki uy mening bir iliq oilam bo'lgandan keyin ma kayfiyat bilan uyga kirmayman deb kayfiyatingizni tashlash bilasiz. Men balkim bir soat balkim kayfiyatim nachar bo'lishi mumkin ekan, unutib ketman o ishlarni. Rahmat. O'ylashni xohlamayman. Rahmat. Masalan, siz hozir Aliyaning so'ragan savolining xilajini bor deb o'ylayman. Uyda kim bilan tursiz? Hozir o'zimning uyni ijara berib yotdim, opam bilan turman. Opangiz bilan. Uyda ham kimlar bor? Boshqa odam yo'q, dadam tugab ketdi. Opangiz ikkinglar bor shundaqmi? Undaq bo'lsa, ashta kayfiyatingiz nachar vaqtlarda opangiz his qilgan vaqtlar jiqmi? His qilmay o'tib ketgan vaqtlar jiqmi? Opamni nemishga xushal kayfiyatim ko'rsatmayman, yomon kayfiyatim ko'rsatmayman. Keyingi turmushingizni shunday qilishga tirishamsiz? Cho'qim ashta bo'ldi, oxirgacha ashta bo'ldi deb o'ylayman. Qizlar tamomlashtirsanglar bo'ldi. Banu bizning bugungi programmamizning yangi soniga yangi qatnashgan mehmon qizlarimizdan biri. Qani Banu, ovozingizni anglab baqaylik. Yaxshimi, qanday ahvolingiz? Qanday yaxshimi? Men sizdan shu iliqi qizlar bo'lgan iliqi axloq, boshqa jihatdagi o'lchamingizni bilib baqay degandim. Men cho'qim diqqat qilaman, cho'qim tegini surishtirman. O'tmishini surishtir qilamiz. Ya, o'tmishini surishtirmayman. Lekin endi asosiy bir qiz bola ota-ona surishtirish kerak deb o'ylayman men asosiy. Ma yangi gap chiqdi ya. Biz men programmani surat kelib hozirgacha men ota-onasini surishtir qilma degan yigitning tunisi Yusuf qo'dayman. Xayrgulda siz qanday qardingiz? Chunki bizning konularda urf-odatimizda qiz ağıca eng avval uning onasini al degan gap bor. Chunki shu ona shu bolaga birinchi qadamlik o'qituvchi bo'ladi emasmi? Men nurg'un narsani o'ylagan vaqtimda, mush oiladagi ishlarni qaragan vaqtida o'zimizning mangan har bir qadami o bolalarning birinchi o'qituvchisi biz bo'ldik ekanmiz. Bolalar bizning mangan qadamimizga qarab shu holatda hammani kiyib chiqar ekan. Dadaga qaraganda onaga bo'lgan talab yuqoroq bo'ldi ekanda, chunki ona bo'lgan vaqti bek uzun bo'lgan ekan. Shuningga bu surishtirish cho'qim to'g'ri deb o'ylaysiz. To'g'ri deb o'ylaymiz. Nurg'un masalan bizning oilada deb aytsak, men to'y qilib bir tunji qetdim. Yo'ldishimdan xapib opamning uyiga berib, opamga deyolmagan. Lekin opamning uyidan ketmay o'tirib olganda, shu kun shu yerga qo'nib qolishni o'ylagan. Desam, opam meni qo'pirib aytgan. Qo'pingmen, keting uyingizga. Men sizni to'yingizni qilib bo'lgan, uyingiz bor, uyi odam, men mening uyimga kelib qolsa bo'lmaydi.
Özünüzün uydu konusuz dep, meni açta öyden çıkırıp etken apam. Esra Bu ata. demez, puxte. Lekin meni açta çıkırıp etken. Ben şu öyge varmısam bulmaydı. Yani öyge kayıt dep, ben özümün uyge. Şu öyde her kandak mesele bolsa, öyünün içinde hal kılışını, şu apamның meni mecburlap, aşağı tenip berişidin. Eskiganda, şunun atan isil bolsa, atan isil bolsa, adamның şundaq narsaga bek zo'rlaydi ekan. Xo'sh, qizlar ichida agar keyingi jo'risini tanlash mushtaq fursati bo'lsa, ota-onasini surishti qilganlar qanchalik? Fayza, Aliya. Hammanglar bor, shunaqmi? Mavchunglar yo'qmi? Ota-ona ancha muhim emas deb qarayotgansizlarda. 8 nafar qizdan 5 nafar qiz men kelgusi jo'ramning ota-onasini cho'qim surishti qilman qandaq odam ekanligini degan ifodani bildirdi. 3 qiz bo'lsa, ishqisi yo'q, yigit yaxshi bo'lsa bo'ldi deb o'ylaydiganlar qatoridan ekan deb o'yladim. Ramila, siz nima sababdan ota-onasini surishti qilganligingiz haqida to'xtalib baqamsiz? Chunki men o'ylayman, ota-onasi qanday bo'lsa, bolasi ashta bo'ldi. Ota-onasi qanday yo'lda borgan bo'lsa, bolasi shu yo'lni tutmoqdi. Shunga ota-onasi yaxshi bo'lsa, bolasi yaxshi yo'l deb o'ylayman. Chunki irsiyat masalasi bor emas, hammamiz zalaqi irsiyat bo'yishmagandan keyin ota-onasi qanday bo'lsa, bolasi shu ishni irsiyat qilmoqdi ekan asosli. Rahmat Ramila. Ali ma'lum, bu 100% shundaq bo'lamda. Bu irsiyat bilan pek çok münasebeti yok ama hem de adam ma'lum bir aile çoğun bo'lgandan keyin bu har qanday bir bala ning dafteriga ministrga tunji xaritiga anasining dadasi tutgan muomalasi, dadasining anasi tutgan muomalasi singib keldi. Endi bu bala agar bu bada haqiqiy arayal turmuş to'g'risida haqiqiy bir narsa bilmasizlar, o'rganmasizlar, u 100% anasining dadasining turmushini bevos ko'paytib chiqadi. Shu bu yerda bu balaning keyin shu anasi dadasi tutgan oilani ko'paytmasligi bu balaning keyin bir sog'lom arayallikni bilish bilmasligi bilan bog'liq hisoblanib qolgan gap. Shu ba'zilar uningdan u soydan qutlalaydi, ba'zilar to'g'ri bilmagandikin o'ziga pishiq bo'lgan, o'ziga tunish bo'lgan xatoni to'g'ri deb davomlashtirayverdigan. Rahmat Ali ma'lum. Xo'sh, endi Yusufga navbat beraylik. Yusuf bayatın Aliyaning yakan ketadiganini anglabla, men yakanga boramayman deb gapni uzdi-ku. Endi qolgan qizlardan savol so'rab baqsangiz bo'ladi. Fayza, siz balkim turmush tutgan odamning qanday bo'lishini o'ylaysiz? O'zingizning bir yo'ldoshingiz bo'lgan odamning masalanga. Men turmush tutgan qarshi tarafning hamda birinchidan mas'uliyat tuyg'usi bor. Turmushga ko'yindigan, qanday bexatarlik tuyg'usi bera oladigan bolalar bo'lsa deb o'ylayman. To'g'ri. Sizcha Yusuf sizga bexatarlik tuyg'usi bera olamdi ekan? Yusuf bo'ldi. Meningcha Yusuf menga bekerak mammilik ochiq yo'riq emas, bu paranglashadigan do'st tipida bo'lsa bo'ladi ekan deb o'yladim. Rahmat sizga. Shunga chiroq o'chirib kechiring. Rahmat. Bu tarafdan qarasak, Arzumu chiroqni o'chirib yetib qoldimi, ha? Arzuning nima sababdan chiroq o'chirib yotganligini bilib baqsaq bo'lamdi yo bilganingiz yo'qmi? Bilgim bor cho'qim. Nima sababdan chiroqni o'chirasiz? Abay to'y masalasini deb aytdi-ku. Shu menchi bo'lsa to'y murosimining bek zaruriyati yo'q deb o'ylayman. Shu keyin naq vaqt kelgan vaqtda mush to'g'riliq ziddiyat olib qilishdan saqlanish uchun o'chirib fikringizni hurmat qilamiz. Bo'lmasa sizning o'ylaringiz rahmat. Xo'sh, Yusuf davomlashtirsangiz bo'ldi. Bu tarafdagi qizlardan faqat savol so'rab baqmadingiz, men qarasam. Sormasam bo'lamdi. Bo'ldi, so'ramasangiz. Lekin hozir sizmi chiroq o'chirib yotdingiz, a? Sizning qarashingiz Arzu bilan o'xshashmidi? To'y murosimi o'tkazmay bir sayohatga chiqaymikin desam, bu bola chiqqisi yo'q-ku deb o'chirib yotdingizmi? Boshqa sabab bormi? Alayda boshqa sababim yo'q endi. O'chirib qoldim, kechirsiz. Rahmat. Bo'ldi. Bizning alchi programmamizda biz boshdan oxir deb kelyapmiz. Qizlarning erkinligi va o'g'illarning erkinligi va eng muhimi alchi programmasida faqat va faqat majburlash yo'q. Biz naq maydonda qizlarning o'g'illarni ko'rib chiroq o'chirib yetishini to'g'ri tushunamiz. Biroz qaranglashib o'chirib yetishini to'g'ri tushunamiz. Albatta, o'g'illarning o'zlari uchun chiroq saqlab qolgan qizni rad qilib maydondan ayrilishini albatta ruxsat qilamiz.
sog'lom hayot, muhabbatli turmushingizga Berginaz maxfiy retseptlik balyotni asrash tagligini hamroh qiling. Berginaz. Saqlab qolgan qizni rad qilib maydondan ayrilishni albatta ruxsat qilamiz. Men bu yerda yana Aliyadan so'rab baxmoqchi. Masalan, Yusufning bo'y turuqlari, chiroy shakli, iqtisodiy ahvoli, apsiga intayin bir yaxshi bola ekanligi, abay degan gaplardan hatto o'zining bir uyning borlig'i, o uyni ijaraga berib apsil bilan turayotganligicha aniq dedi. Ma'u talab bo'yicha bu xil yomon emas bir yigit qo'dayman. Hozirgi davrda yosh bolalarning ichida ma'u degan yaxshi bir sharoit. Masalan, shuning uchun siz cho'qim yakan ketib qolishingiz mumkinmi? Siz Yusuf uchun shunday yaxshi bolaning sizga yaxshi bir qiziqishi bo'lgan vaqtda o'zingizning baxti uchun Urumchida qilishni o'ylab baqamsiz. Chiroqni o'chirmay turganingizni qarab men bu savolni so'rag'im kelib qoldi. Mencha o bak cho'ng masala emas, endi bir-birimizni haqiqiy yaxshi ko'rib, ko'yinib qilsak, men qilib qilishni xohlayman, lekin bayamdan biri bir qator paranlashib tushunib chiqdim endi astola. Ya'ni shu ba'zi bir taraflarimiz mos kelmagidek. Masalan, qanday taraflarimiz mos kelmay qoldi? Uni o'zim bilsam bo'lar deb o'yladim. Mayli. Bo'ldi. Kechirim do'stib qolsak bo'ldi, men chiroq. Rahmat. Hozir, voy, boya o'chiq chiroqlarni o'chibdi, ha? Qizlar asosan chiroqni o'chirib yetibdi. Endi Yusuf bayatın sahnaga shundoq umidvor chiqqanligi aniq, ha? Balkim qizlarning chiroqni o'chirib atganini to'g'ri tushundingiz. Demak, muhabbat qandaqdir kirim chiqim bilan faqatla aloqasi yo'q. Muhabbat eng oldi bilan ikki tarafning mijozining kelishishi bilan utuqliq bir qadamni boshlashi mumkin. Shunga qizlarningki chiroq o'chirib atganligini meningcha siz to'g'ri tushundingiz. Oxirida sizning bir yurak so'zingizni anglab baqsaq bo'lamdi. Qizlarimga rahmat, shundoq xush bo'ldim. Baxtlar chiqsin. Rahmat, sizga baxt tilaymiz Yusuf. Undaq bo'lsa qizlar alqish bilan Yusufni uzdayli, ya. Yusuf Hamidov, xayr xo'sh. Sahnaga men kelganimga intan xursand bo'ldim. Qatnashgan jarayonda his qildim, endi balkim to'g'ri tushunishda yo bo'lmasa tushunmaslik holat bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Kelarki sahnadan balkim men menga tushunadigan, menga muvofiq bir odamlar chiqdi deb o'yladim. Shunga ilmsizlanmayman. Bugungi sonimizga tunji mehmonni uzatdik. Ali ma'lum, bayatın Yusuf sahnaga chiqiblar, men bak xushchaqchaq ochiq yo'ri qizlarni yaxshi ko'raman dedi. Sizce qanday xarakterdagi o'g'illar ko'pincha ahvollarda xushchaqchaq qizlarni yaxshi ko'raman deyalaydi? Endi erlarning ko'pinchisi umaqliqqa bekrak ahamiyat berdi. Umaq. Chiroylik emas. Chiroylikdan umaq ustun o'rinda turdi. Umaq degan nima esa bir xil yiqishliq, sabiylikni chiqarib tura oladigan bir xil tabiiylik. Bu xil qizlarda anadagi xushchaqchaqliqmi amaliyotda shundoq bir narsani bilish bo'ldiki, har qanday bir ayolning ichida bir xushchaqchaq bir kichik qiz bola yushirinib turdi-ku. U faqat uni yushirdi xolos, ifodalamaydi. Endi ashuni qanday qilib qo'zg'ash, qanday qilib ifodalash albatta bir erning iqtidori. Endi Yusufjon chiqib menimcha bu qizlarga azroq besim tushirib qo'ydi. Masalan, qaysi tarafdan? Endi Yusufjonning o'ziga bo'lgan ishonchi kuchli, gaplarda ongsiz holda, yushirin holda qizlarni garchi hurmat qilayotgan bo'lsa-mu, ammo qizlarga nisbatan ma'lum darajada yana cho'ng bilmaslikdan iborat bir message uchur ongsiz yo'llanayotdi-da, buni qizlar his qilib kelyotdi. Şun bu xil bir besim bo'lganlik uchun qizlar tabiiylar o'zini qo'g'dash uchun menimcha chiroqlarni orqasidan o'chadi deb o'yladim. Rahmat Ali ma'lum. Mana programmamizning bugungi yangi sonida biz tunji mehmonni quruq qo'l uzatib qo'ydik. Albatta bizning programmamizning maqsadi qandaqdir chiqqan mehmon ma'lum bir qizning qo'ldan yetilib achib ketish emas. Bizning programmamizning maqsadi yoshlarga ko'ngillik uchrashish, sirdish fursati yaratib berish. Albatta, cho'nglarning hamrohligida o'zaro sirdishning yuqori pallasini yaratish, hayot hikmatlarini yeshib chiqish, hayotdagi tatliq dialoglarni anglashdan iborat. Demak, birinchi mehmonning tushib ketgandan keyin biz shuni his qildik. Amaliyotda nurg'un odam o'ylaydi, kirim manbasining yuqori bo'lishi bilan cho'qim ishlar o'ngishli bo'ladi deb o'ylaydi. Amaliyot undaq emas ekan. Muhabbatli qadam tunji qitimda kirimni nishon qilmaydi. Muhabbatli qadam tunji qitimda
ko'ngilni o'zaro birlik kelgan hissiyotni asos qilishi mumkin. Biz tuvandagi damlarda ko'pchilikning huzuriga bir naqsh sunaylik. Alma alsam bazadin qizilini tanlayman. Alma alsam bazadin qizilini tanlayman. Dilimga azar berme, men mukungil xalayman. Men mukungil xalayman. Sen halini sormay, ya kel desem unumay. Eseyteysen bir günü ötüp ketsem tanımay. Sen halini sormay, ya kel desem unumay. Eseyteysen bir günü ötüp ketsem tanımay. Alma atsam deryaga, çöküp aldı leylime. Alma atsam deryaga, çöküp aldı leylime. Sen mu kelgin yanımga, daimini kel demey. Daimini kel demey. Sen halini sormay, ya kel desem unumay. Eseyteysen bir günü ötüp ketsem tanımay. Sen halini sormay, ya kel desem unumay. Eseyteysen bir günü ötüp ketsem tanımay. Özendeki köketler uçup ketti turalmay. Özendeki köketler uçup ketti turalmay. Başta kılgan vedeldin, yenip aldın uyalmay. Yenip aldın uyalmay. Sen halini sormay, ya kel desem unumay. Eseyteysen bir günü ötüp ketsem tanımay. Sen halini sormay, ya kel desem unumay. Eseyteysen bir günü ötüp ketsem tanımay. Sen halini sormay, kel desem unumay. Eseyteysen bir günü ötüp ketsem tanımay. Sen halini sormay, ya kel desem unumay. Vay eseyteysen bir günü ötüp ketsem tanımay. Sen halini sormay, kel desem unumay. Eseyteysen bir günü ötüp ketsem tanımay. Hoş sevimli kızlar, chiroyli naqshlarni anglab oldik. Endi ikkinchi mehmonni kutib olaylikmi? Uning bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Qanaqa deysizlar? Qani, marhamat. Sevimli qizlar, chiroyli naqshlarni anglab oldik. Endi ikkinchi mehmonni kutib olaylikmi? Uning bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Qanaqa deysizlar? Qani, marhamat. İsmim Mehmet Ali, bu yıl 29 yaş, boy egizlikim 1,77 m, beden ağırlığım 65 kg. Mijoz xarakterim bolsa uch quyruq. Bu programmada kelishib maqsadim bolsa, o'xshash bir azotga bir sizlar uçuşur. Endi yangi mehmonni kutib olaylik. Mehmet Ali, marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshimi. Ustozlar, yaxshimisizlar? Mehmet Ali nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men avtomobil bezakchiligi. Mehmet Ali qarasak, Mehmet Ali pek semirib ketmagan olat ekan, ha? Qaraganda usullarni mo xil yaxshi o'ynaydigan, pat-pat harakat qilib, chiniqib turadigan o'xshamamsiz? Odatda ancha-muncha. Yurtingiz nereden? Yurtim Payzvat. Payzvatdanmi? Naqsh usulni yaxshi ko'ramsiz? Yoqtirma? O'zingiz ayta olamsiz? Yo'q, aytolmayman. Naqsh ayta olmaysiz. Usul o'ynay olamsiz? Usul o'ynay olmayman. Bir pada o'ynab berasiz. Bo'ldi. Undaq bo'lsa, sizning odatda kelgusiga jo'ringizga qo'yadigan talabingiz qanday? Mening kelgusi hamda eng avval meni hurmat qilsa, undan keyin avval meni hurmat qilsa.
Ondan keyin ata-onamni hurmat qilsa, mening xizmatim bo'lib, keyin farzandlik bo'lib qolsak, farzandni yaxshi tarbiyalab. Uyda o'tiradigan qiz bo'lamda? Ha. Chunki mening xizmatimni yaxshi qilsa, balamni yaxshi baqsa degandan keyinla talabni ayt aniqa, uyda o'tiradigan qiz bo'lish kerak ekanda. Undaq bo'lsa qizlar, o'z ixtiyorliginglar bilan so'rab baqsanglar bo'ldi. Qani, Aliya. Yaxshimisiz, Mamatali? Sahnaga chiqqan turqingizmish bugungi kiyinishingizdan bir xil salobatni his qildim. O'g'illarning shu kiyinishga ahamiyat berganimi, o'zinimi ham o'zginimi hurmat qilgani shunaqo. Yurtingiz Fayzvatdan ekan, shunaqmi? To'g'ri. Fayzvatning qo'g'indanglik degan bizga bir atlab ag'ishganmizmi? Terib qo'yib, menga pishirg'o deymiz qoldi. Bu chaqchaqa. Endi men so'ramoqchi bo'lganim, boya oldi bilan o'zimni hurmat qilsa, meni hurmat qilsa dedingiz. Hurmat degan o'zaro bo'ladi, shunaqmi? To'g'ri. Masalan, siz aynak qarasangiz, aynak kulib qarasangiz, kulib qaraydi u aynakni ichidagi odam. Siz o'maysangiz, o'maydi. Undaqda siz tanlamoqchi shu odam, bo'lgan shu odamga, shu odamning oilasiga qarata men bunda jihatda hurmat qilishim kerak deb o'zingiz talab qo'yib baqdingizmi? Meni hurmat qilsa, men hurmat qilaman. Agar bilib bilmay kayfiyatining yaxshi bo'lmaganlik sababidan birashikdan biri hurmat qilmay qolsa. Bu ishlar endi odatda bu ishlarni o'zimiz parangiz qila olamiz. Birisining talabimizni qarta, endi ro'y kayfiyatini qarta gap qilsak, kayfiyat nachar bo'lib qolsa, gap qilmay, gapdan qolsak, bir og'iz gapdan qolgan hech nima bo'lmaydi. Ilgari qizlar bilan aralashib o'tgan, yaxshi o'tgan tarixingiz bormi? Odatda yo'q. Yo'qmi? Asosan yo'q. Yo'q, men odatda bunday ishlarga qiziqib ketmayman. Vaqt chiqarib bo'lmay qolsa. Ha, to'g'ri, vaqt chiqarib bo'lmayman. Endi do'konning ishlari deb bilan shu ishlar bilan. Undaq bo'lsa, sizga o'xshash hozirgacha haqiqiy aralashdim degan ma'noda aralashib baxmagan bir yigitning dadillik bilan elchi programmamizga kelishdiki, qandaq bir kuch sizimshak olib keladi. Chunki menga bergan ta'sir hozir damal bek aktivchanligi kuchlik emas. Qandaq ahvol ostida mishak keldingiz? Cho'nglar majburladim ya elchiga berib qo'ygan sizlar. Cho'nglar majburlamada cho'nglarning yeshi birak berib qoldi. Endi cho'ng bularga yolg'iz dagil olmaydi. Endi cho'nglarning ancha-muncha xizmatini qilmasakmi, ular qiyragan ularni ishga selaversak yaxshi bo'lmaydi. Endi ularning oda qildigan vaqt keldi, aramalagan vaqt keldi. Endi ularning biz turib o'yin cho'dab uy boqmasak bo'lmaydi. Cho'nglar ma programma qatnashligingizni bilamdi. Uqmaydi. Sizcha uqsa, ular qandaq ko'z qarashda bular? Odatda ular mening ishlarimga aralashib ketmaydi bek. Endi men bizning do'konning ishlari bo'lgan ekan, bu ishlar bilan balamaqchan do'kon ochadi deb o'ylashim mumkin. Lekin ammo uydagilar mening birsi bilan aralasham dem, aralashmam dem. Endi uydagilar dedi birsini topib to'ygan qilsam bo'ldi deb. Deglik ham gap, deglik olgan bilan endi mening uning vaqtim yo'q. Ham odatda hozir jamiyatimizmi bir qarab birisini topqilim bo'lmaydi-ki. Shu fursatning bo'lmaganligidan biz elchi programmasiga kelib ta'limni sinab baqaydapsizlar. Xo'sh, qizlarga bir qaraydi. Hozir ruxsat. Kimdan savol so'ragangiz bor? Men bir savol so'ray sendan avval ukammi? Bo'ldi. Sizningcha shu odam nemish to'y qildi? Mushu bir savolni bir deyishili, nemish to'y qildi? Kallangdiki nima o'ylasangiz javob bersangiz yo'qchimi? Menda faqat hammadan kallasida cho'qim bir javob bor. Ham shunga mundaq bir qiziqyapman. Men kallamda topolmadim nemish to'y qilgan sababini-chu. Odam umr yolg'iz o'tib keta bermaydi. Cho'nglarmi ulab ketadi, kichiklarmi yaxshi bizlar kelsa kichiklar qoladi. Biz bilan tang o'tadigan endi jo'rdan birini topmasak bo'lmaydi. Navbat og'rib qolmaymiz demaymiz, endi biz og'rib qolganda kichiklar qarab qilishi, bolalarimiz qarab qilishi natayin. Endi yenimizdagi o'zimiz yaxshi ko'rgan jo'rimiz qaramasa. Demak, shu hayotda hamda hayotni davomlashtirish uchun o'lib qolmay, shundami? Cho'qim bir odam jo'rdan birisi tang bir-biridan oldin xabar olib yashash kerak deysa, shundami? Shu tufayli to'y qilaman. Qanoatlanarlik bo'ldimi alimalim? O'zining shu ko'z qarashini o'tirib qo'ygan to'g'ri. Buni qanoatlanarli javobi yo'q. Nemish to'y qildi degan sababni 10 odamdan so'rasa 10 xil javob berdi. Ba'zilar shu hammadan to'y qilgan shu to'y qila deb bilan bunda javob berdi. Ba'zilar yaxshi ko'ra qolganlik uchun yaxshi ko'ra qolgan odamini mangu endi saqlab qolish uchun to'ydan iborat bir qiltaq orqali uni saqlab qolmoqchi bo'ldi. Yana ba'zilar inim men to'y qilmasam inim yoki singlimni oldin to'sab qo'ydi ekanmi deb to'y qildiganlar bor. Turli sabablar bo'ldi. Endi bu yerda to'y qilishning gapi bo'lib ketyapti-ku. Lekin hamma odam to'y qilishga mos kelamdi. Masalan,
bir qiz bilan bir o'g'ilni aytaylik. Har qanday qiz bilan o'g'il to'y qilishga mos kelamdi degan bir masala bor. Endi qonunda buning qanday belgilanmalar borligini men to'g'ri aniq uqmayman. Menimcha buningda Fatuguldan bizga yaxshi maslahat bera oladi. Bu to'g'risida shu davlatimiz uylanish qonunining 7-moddasida aniq belgilanib bor. Tövəndəki əhvalda toy qızı bo'lmaydi. Birisi bevosita 3 avlod qandosh tuqqanlar. Masalan, navri singlisi deganda. Shundaqla shu toy qizı bo'lmaydigan ulug' tuqqanlar. Tuqqanlar ishidagi kishilar. Ikkinchi birisi shu tibbiy fanda toy qilsa bo'lmaydi deb qarilib, shu toy qilsa bo'lmaydi degan kasalga diagnoz qo'yilgan kishilar toy qilsa bo'lmaydi. Bu to'g'risida qonunda aniq belgilanib bor. Shu ikki xil tipdagi kishilar to'y qilishi ma'ni qilinadi. Demak, to'y qilish oldib turgan qiz yigitlar cho'qim ilmiy nuqtadan qarab, to'yning oldidagi salomatlik tekshirishga alohida e'tibor berish kerak ekan. Mayli siz qiz bo'ling, o'g'il bo'ling, o'zingizning kelgusi avlodining sifatli bo'lishi uchun, ota-onalarning xotirjamligi uchun, eng muhimi muhabbatli turmushingizning mukammal bo'lishi uchun to'ydan burungi salomatlik tekshirishga faqat sal qaramang. Men shunday his qilib qoldimmi yo uqmadim Xayrgulda. Men Mamatilini belki bevosita his qildim. Ilqi gap qilish holatin bevosita so'z yasamaydi ekan, chunki siz bir umr aktyorlik kasbi bilan shug'ullandingiz. Ilqi so'z yasagan odam bilan so'z yasamagan odamni farqlantira olasiz. Mamatili bak tuzgan. So'z yasamaydi ekan, ishida nima o'ylasa shuni bak joptib o'tolmaydi dedi ekan. O'zining o'ylig'ini davatdi. Lekin qarshi tarafni o'ylash baxmadi. Masalan, Mamatili mening hurmatimni qilsa degan bir savolni ota-onamga yaxshi qarsa, to'g'ri-ku. Uyda o'tasi mayli bolalarimni baqsa dedi. Lekin men sen uchun nima ish qilib birman? Men sening ota-onangga yaxshi qaramdim, men seni hurmatlamdim degan bu savollarni siz o'zingizga qo'yib baqdingizmi? O'zimga qo'yib baqdim. Masalan, hamda men o'ylasam, odatda bir o'yini solsak, o'y mening bir o'rdan bo'ldi-ku. Bu o'rdandanki podshoyi men bo'lman. Kirsam xonish menga cho'qim salom qildi. U vaqtda u mening xonishim bo'lganligi uchun men uni hurmat qilaman. Shohin. Ya, unda deyish ketmaydi. Ha, unda qilmaydi. Odat sizin dersiz yo'lishingiz kelsa keldingizmi? Arzingizmi, charchadingizmi yo'qmi? Yo'qcha ishlab olgansiz, keling tomoq etdimda biz siqlam. Deydi-ku. Ana shunda demoqchi. Hamda Xayrgul odamning degan gapini ayt to'g'ri. Ha, azroq amaliyotda erlarda o'rtaq psixik nimasi shaxsiyatchilikchu. Erlar har qanday vaqtda asosiyatdan o'zining ehtiyojini birinchi o'rin qo'yib oldi. Ayollar bilan erlarning farqi mishadi. Masalan, uyga kirsak bir illiqlik bo'lsa degan, shu oldingi qissalarda chiqayotgan bolalarning hammasida uyimda bir xushchaqcha illiq chiroy bo'lsa ekan degan gap bo'lib qoldi. Shu qag'liq, yakan, poska, mush arliqlar bo'lsa, adam ko'sa kichik bolalar kelib mendan "Ama Xayrgul opa" deb bundoq yuzini yiqib ko'rishdi-chu. Nima Uyg'ur xotindan shunday deydi, "Aman" deydi. Eshikdan har qanday yerib kirgan vaqtida "Aman" degan oxirgi gapni "Voy suyimligim, voy jinim" degan gapni qo'shmisimi? "Aman" degan gapni anglagandan keyin talada har qanday xapiliq bo'lib kirgan odam bir ulug' kichiktirib billa kuludi deyman. Uyning tunji qadamdagi illiqligi shundoq bir kichikkina til bilanmi boshlanishi mumkin. Masalan, qizqarliq bo'lsin deb beray-ya, Mamatili. Har yurtning demisimi Xayrguldan degandek o'xshamaydi. Shu "Aman" degan salom shakli demisimi shu xotin, qag'liq taraflarni asos qilib turib, yakan taraflarni asos qilib turib, "Aman" deb bu degani xuddi Qashqarning tijliqma deganiga o'xshaydi. Tushda opa va flavrimsa, mangma pishtimim so'y. Undali gap bor deydi. Topmamsa, nim yetki versadi. Ayol kishiningmi? Ayol erga deydi, ayog'i deydi, ishqilib bu yerda uflash yetish. Topmam so'y. Sallaydigan jumla da. Nima qiyğanga erib ketsa taqa. Nima qiyğanga erib ketsiz? Endi Ariyani o'xshamaydi-mi? Qashqa tarafniki cho'qim endi kichiklarni da cho'ng'irmoqcha, endi qasratni silizdirlam deydi. Endi men bilan qashqacha paranglashib yiqing, qizlar anglab baqsin. Qanday bo'ladi? Salomat bo'lma, salomat bo'lma, yetkilchilikmi? Salomat bo'lma. Qachon kellar? Keldi 5-6 kun qoldi. Ha, uzun bo'libdi, ko'rishmagilar. Cho'ng'lig'i bir salom deslar. Bo'ldi. Ma'qulamsa, ma'qula, xo'sh. Qanday qizlar? Lekin bir narsaga diqqat qildinglarmi-ki, ma'lumlar? Butun chiroq hozirgi saqlaqliq. Mana bir javob berib beqinglar. Qizlar Mamatilining qaysi tarafini
hammani yoqtirib, chiroqni saqlab qoldinglar. Fayzat savol bor ekan, qani. Yaxshimisiz? Abiyam siz dediniz, bana mening gapimni anglaydigan qiz bola bo'lsa yaxshi dediniz. Demakchi bo'lganingiz cho'qim xizmat qilmay, uyda bola boqadan ayol olamsiz yoki siz bilan ta xizmat qilib bo'lamdi? Endi u o'zining erkinligiga xizmat qilmaydisin bo'ldi. Charchamayman deb qasdan xizmat qilmaysiz, uning talabi yo'q. Ishdan kirsangiz kaslar deydigan odam bo'lmasa qanaqa qilamiz? Ya u vaqt to'g'richimizda u xizmat qiladi. Telefonni deb qo'ysin bo'lamda, keldingizmi? Agar sizning talaboningiz bo'yicha uyda o'tiradigan oila ayoli bo'lib qolsa, sizning hisob kirimingiz yetishib kelamdi. Shukr. Keyin farzandli bo'lsanglarchi? Keldi. Rahmat, sog'lik qo'ydi. Demek aylık kirimim tamamen yetidu degan nuqtada bo'lmasa, men oilada o'tirgan qizivalni olsam bo'ladi deganman degan deyman. Lekin mushtum qartda mening boshqa fikrim bor. Chunki har qanday bir oilada burunqi mushtum kitoblarda ko'rsakmi, agar yaxshi ayoldan birsi mush oilaga kirsa, 3 avlod ilgir surgul bo'ldi ekan. Nacharroq bir ayol kirib qolsa, 6 avlod kayniga chekin ketadi degan gap bor. Shuning uchun ayol kishi degan intayin muhim. Sizin hazırlıqdaki öyle otasın degeniniz qaraganda bu ayol maktabda o'qimasimi, jamiyat bilimi orqali o'zini mukammallashtirib turish kerakdan. Mükemmelleştirgen vaqtida sizning bolangiz uchun yaxshi ulgu bo'ladi. Adab, axloq, urf-odat qoidalardan yaxshi chiqqan asosda kelgusi avlodingiz yaramli bo'ladi. Shuningga eng yaxshisi ayollarning jamiyatga bir kishilik o'rnini bersangiz, bu siz uchun texmo mukammal bir oila qurishingizga yordam bo'lamdiki degan taklif fikrim bor. Rahmat Xayrgulda. Bo'ldi. Qizlar, savollaringlar bo'lsa davomlashtirsanlar bo'ldi. Mush tarafdagi 4 qiz hammanglar chiroqni saqlab qoldinglar. Faiza o'chiribdi. Aliyami o'chiribdi. Ramilam o'chiribdi. 5 qiz hozir chiroq saqlab qoldinglar. 5 qizningki ko'ngil so'zni anglab baqayli-ya. Arzu. Yaxshimisiz? Masalan, to'y murosini o'tkazmay she'rni aytib qilsak qilamdi. Ziddiyat bo'lib qolsa orangizda siz ichimlikini deb o'tirib oldigan tipmi yo galash-gulashni bir taraf qilayotibsiz? Galash-gulash degan gapni to'xtab o'ylanib danga harakatlikmi yoki harakatlik bir taraf qilayotibsiz yo jimlam o'tirib olib ichimlikini deb odamni texmi teriktirib qilamiz. Ashtaq mijozmi? Men ichimlikini tap deyishni men yoqtirmayman. Aktivitasiz shunami? Men odatda bunda qarab qo'ymay bo'ldi. Odat odam urishim bo'lmaydi-ku. Siz qarab yiqqa Arzu hozir ochig'ini keltirganlarda qarab yiq, qana qaraysiz? Qo'pol turib qaraymiz. Qarab yiqqa. Arzu qo'pol qarab yiqqa. Qarab yiqqa. Va qarg'ilmaydi. Aslan. Rahmat. Aslan, men ma'lumotlarni so'rab baqsam, turmushda iliqi ziddiyat bo'lib qolsa, ayol o'tirsida o'yliqi jim o'tirib bir taraf qilganlar bakrak uzoq o'y tutamdi yoki shu bosqichgacha silvitib o'y tutganlar uzoq tutamdi. Shundan Fatigildan bir javob berib baqsa, bu galash-gulashning oqibati taz yaxshi emas-ku deyman. Buningda hamda oil bo'lganken, oilda undaq ko'ngilsizliklar, qaydab qilishlar bo'ladi. Meningcha bo'lganda buni har ikki taraf sug'aqqanlik bilan ilmiy usulda hal qilgan yaxshi. Hamda urushda qilsa bakrak qattiq ursa bu o'chaqda ertalab zaxmlantirish jinoyatini boshqalarni zaxmlantirish shakllantirib qo'ydi. Jinoyat javobgarlik qilinib qoladi. Masalan, ayol taraf bo'lgan odam er tarafning bakrak ko'nglida og'ritqidek qattiq gaplarni qilib etib, bakrak og'izni buzib solsa, er tarafningki ko'nglida qilib qilib, buningdagi davomli o'tish imkoniyati qo'ldan chiqarib qo'ydi. Shuning uchun ilmiy usulda bir-biriga yo'l qo'ygan asosda buni bek kayniga survatmay, azroq har ikki tarafdan ochig'i azroq yongandan keyin chiroyli o'tirib paranglashib, mush masalani hal qilsa, o'zininki inoq oilasi saqlanib qoladi deb qarayman. Bizning ko'z qarshimizda ota-onamiz biz degan vaqtda voy men bunda qo'pollik qilib qoldi yoki men qo'l tegizib qoldi deb bizning davrimizda biz ota-onamizga desak, siz nima degan? Qizvolning og'zi ishtik bo'lsa tayoq yeydi deb bizning ota-onalarimiz shundoq tarbiyalaydi. Ras, lekin mening qo'ygan talabim o'g'illarni ayollarni faqat urmaslik kerak deb o'ylayman. Chunki ayol kishini qo'rqitadigan bir narsa o'g'illarning hayvisichu, o'zining hurmatini saqlashdagi bir narsa hayvi bilan ayolini qayil qila olsalar,
ayollarmı şu hayviga qarta, şu hayvidan qo'rqadigan holat shakllansa, bu oila bek mukammal oila bo'lib, yaxshi rivojlana oladi. Ayol kishining og'zi ishtik bo'ldi, tayoq yeb soldi, juma qizlar. Ağzınların imkansımız bor deb vas qilishdan bek ehtiyot qilinglar. Har qanday vaqtda bir tinib elib, men ba'zida achchig'im kelib qolgan vaqtida o'zimning turmushida eng jiq sanaqsanagan vaqtim 120 sanaqni sanaytdim. Mush turg'un ba'zi ta'tirlik qilib menga shundoq ta'tirlik qilib turib, mening deganim rost deb birini desa, tanglashkim kelsimi, jimmi tuturib elib ichimda 1 2 3 deb utilgan o'rniga sanaytdim. Oylab bakıman nurgun vaqtlarda ben bu sanak bilan özümnin açığını besip alalıgan. Rahmet, Alim Alım. Psikologiyada biz açığının kelmeslikki terbiyeleymiz. Açığının kelmeslikiga. Besip eliş qilamiz. Bunun amalı vakende? Bu ikisi o'rtasida osmon zimin farq bor. Açıq kek qolganda chu deganda buni besish kerakmi, chiqish kerakmi deganda bizning tavsiya qilganimiz tibbiy nuqtadan, psixik nuqtadan va sog'lomlik nuqtadan chiqarishni tashabbus qilamiz. Amma bu chiqarishning usuli bor. Bu yerda qandaqdir jismoniy jihatdan kuchli bo'lganlik uchunlar ayolni urish bu bir erning eng ojiz tipdagi erlar qiladigan ish bu. Eng ojiz tipdagi erlar ayolni urdi. Bo'libmi uning tashqi dunyoda kuchining ojizligidan u uydagi yüzdümü aciz adam orqali o'zining kuchlilik tuyg'usini qabul qildi degan gap. Tashqi dunyoda o'zining kuchini topa olgan fut qozongan erlarning har qanday oilada opsiga yoki ayoliga xuddi kichik valdek shundoq bir xil bo'ysunish xarakteri ega bo'ldi. Chunki o'zining kuchliligini isbotlashning hojati yo'q. Chunki o'zi kuchli. Menimcha shu qo'l ishlatishmay, galat qilishni ishlatishmay, galash qilishni ishlatib, ancha-muncha urishib so'qishab qo'yish. Menimcha er ayollarning turmushdagi bir xil zerikishlikka bir achchiq suv lasagandek güzelleş. Bek yaxshi so'zlab berdingiz, deymisiz-mi? Haqiqiy nocha erlar demak xotin urmaydi. Xo'sh, Patugulda qonun nuqtasini aytganda, agar atalmish ashundaq o'zining erkakligini ayolni urish orqali chiqarayotgan erlar oila majrosi shakllantirsa, ayol kishi uni arz qilsa, eng ig'ir bo'lganda bu dashqal erga qanday jazo beriladi? Devletimizdeki öyleniş kanunu var, onun başka aile zo'ravonligiga qarshi turish kanunu var. Moşunun da aniq belgileme çıkarılgan. Endi bir yerde evlerinin ayollarga aile zo'ravonlik qilishi cheklanadi. Agar qilmishi ig'ir bo'lib, jinoyat shakllendiyse, jinoiy javobgarlik so'rash qilinadi. Bakrak ig'ir bo'lib ketsa, jinoiy javobgarlik darajasiga boradi ekanda. Endi shu ev tarafdan qilmishidan jinoyat shakllanadigan shartlar hozirlanib, jinoyat shakllansa, jinoiy javobgarligi cho'qim surishti qilinadi. Rahmat Patugulda. Mehmet ile shundoq ko'ngillik paranglashayotimiz deb o'yladim, chunki biz bir tarafdan siz bilan paranglashqach, bir tarafdan udul kelgan temalarni ma'lumlardan so'rsak, menimcha siz nurg'un nuqtalarda savatlarni bila olaysiz, muhimi qizlarmi nurg'un nuqtalarda savatlarni bila olaydi. Eng muhimi bizga tikilib turgan ekran oldida ko'rurman do'stlarmi, o'zi so'rg'isi bor, lekin so'rayolmayotgan savollarni biz orqali biz so'rab bersak bilib olaydi. Qarang, yanala qizlar siz uchun chiroq saqlab qopti, ya'ni 3 qiz. Siz sahnaga chiqqandan boshlab izchil qizlar savoliga javob beryapsiz. Endi fursatni sizga beraylik. Siz Aliya, Aynur, Arzu, 3 nafar qizdan savol so'rasangiz bo'ldi. Qayoqdan kelsiz? O'ng tarafdanmi, so'l tarafdanmi? Qayoqdan kelsam bo'ladi. Bo'ldi, boshlang. Shkalashko'dish degan qizdan bir so'rab baqay dedingiz, Endi sizning shu to'yga bo'lgan taklifingizni bir anglab qo'yay. To'yga bo'lgan taklifingiz? Masalan, keyin to'y qilib qolsangiz demakchi. To'y qilib qolsangiz qanday bo'lishni o'ylangiz demakchi. To'ydan keyin qanday ayol bo'lasiz demakchimi? To'y murosimi o'tkazamda, o'tkazmamda demakchimi? Chunki bayatdan arzu degan vaqtda mush to'y murosim o'tkazmay to'y qildigan er ayol sayohatga chiqib, sayohat shakli bilan to'y qildigan shaklni o'tirib qo'ydi-chu. Siz qaysisini so'ramoqchi? Endi sayohatga chiqmay shu to'y o'tkazib. Masalan, menmo bek muqim demadim, lekin to'ydan keyin bo'z cho'nglar bilan tumsa. Ayrim tursa. Andikin farzandni planliq shu to'ydan keyin mancha yildan keyin deb bo'lsa deb o'ylayman. Anandan keyin boshqa cho'ng talpinmi yo'q? Sizning-chi? Men o'ylayman shu planliq farzandlik ko'rib, endi yaxshi bilan tarbiyalasam deb.
Mesela mening deganim mancha yildan keyin, masalan, cho'qim To'y sizning qilib balliq bo'lish o'zingizning emas. nomida uyingiz bo'lgandan keyin, muqim kirim bo'lgandan keyin, anandan keyin farzandlik bo'lsa deb o'ylayman. Shuni. Masalan, siz to'ydan keyin 1 yildan keyin deb o'ylayapsiz, tushundingiz, shunami? Bu qiz deydi, hamda mundaq bir sharoit tug'ilgan, hamda balalayli deb mundaq qiliq maqsadlik. To'ydan keyin 2 yildan keyin bulamdi, 3 yildan keyin bulamdi da shart bilan demoqchi. Shu bolaning mukammal bekish sharoiti hozir bo'lgandan keyin, andan keyin. Ha, demakchi. Qanday qaraysiz? Masalan, to'y qilib cho'qim birinchi taraf cho'nglar oldirtish mumkin. Voy, navr ko'sak bo'ladi deb. Lekin arzuni degani to'y qilib cho'qim 1 yil, 2 yildan keyin emas, o'zaro maslahatlashib, yo 3 yildan keyin, yo 4 yildan keyin demoqchi. Gap bo'lib ketadi jamiyatda. Ya, gap bo'lib ketmaydi, u o'zimizning ko'z qarashda u. Ha. Endi to'y qilib, uzundan 3 yildan keyin balla qo'ysak 3 yildan keyin va. Voy, ideyasi ochiq ekan-a? Mush savollarga mening mush yosh bolalarning hammasi mushtaq ideyalar bor ekandinglar. Ha, masalan, uy bo'lsa, bolalarimizni boqqidek muhit bo'lsa deb bundaq narsalarni davatidi. Bundaq nurg'unlik odam to'y qilmasa bo'ldi deb vaqt o'taverdi, yosh cho'ng'averdi. Bizlar masalan to'y qilgan vaqtimizda shu to'y qilgan uyimizmi yo'qdi. Bir tal yotoqni uy qilib tutib bergan bizga. Biz shu uyda 2 bolani tug'ib cho'ng qilgan masalan men o'zim. O sharoit degani shu ikki odam o'rtaq yaratadigan narsa. Shuningga shu birlik hozirgi bolalardagi nurg'un narsa sharoitni deb, sharoit yo'q deb o'zlarini inkor qilib, o'zlarini bu ortiqchilikni his qilmayotgan xatoliklar bakchiq. Shuni turgin bo'ling. Har qanday vaqtda sizning boyning yoqi ideyangiz, yo'linishingiz shundoq to'g'ri bo'ldi. Shu qizlardan qaysini yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, men sizni yaxshi ko'rman. Siz bilan shundoq bir paranglashgan bor. Chunki qiyinchiliklarni o'rtaq hal qilamiz. Eng avval ikkimizning mijozi kelishmamdi. Mushu jihatda o'zingiz yaxshi ko'rgan qiz vallar bo'lsa, dadil bir yurish qilib beqma. Ma qizlar keyin qanday bo'lar savol belgisi bilan ishdan atmaydi. Faqat dadil turgin. Ba'zida qaramliq bo'lgan vaqtda uning natijasida feedback savollar g'ijqilib ketmasangiz bo'ldi bu yerda. O'shada bir narsani o'ylanish to'g'ri keladi. Zodi sharoiti to'liq yaxshi bo'lganda bola paydo bo'lamdi yoki bola paydo bo'lsa sharoiti yaxshi bo'lamdi degan bir o'ylanish keladi. Bola boylik amaliyotchi nurg'a odam sharoitimiz yaxshi bo'lganda bolamiz bo'ldi deydi, amaliyotda dal aksi. Balang bo'lsa darhol sharoitning o'zligidan yaxshilab qoldi. Buni yosh bolalar o'ylanish. Hozir his qilmaydi, ha? Hozir his qilmaydi, o'ylanish tegishli, ishinish tegishli. Men buni Qashqarlik bir suyimlik opamizning gapi bilan xulosalab beray. Qashqarda qiziqchiroq gap o'dilroq bir suyimlik opamiz bir chaqda bir hozirgi zamonaviy yoshlar bilan paranglashib qopti-da, paranglashgandan keyin bola olamiz, olmaymiz degan gapni chiqargan ekan. Bu Qashqarlik opamiz shu naq maydon dildabdi. Qayslar bolam? Bola degani to'larni setib oldigan bijinmi, olamiz, olmaymiz deb bozordan oldigandek gap qildi ekansizlar. Bola degan berkat, bola qos olasizlar debdi ekan. Masalan, endi mush nuqtada xulosalasak, bola haqiqatan berkat. Endi buningda sizlarnikini xato demaymiz. Lekin mush nuqtada ideyalarni texim ochsanglar, davrga haqiqiy yuzlanalsanglar, meningcha bolami bek qo'rqinchli narsa emas. Lekin endi zamonaviy ideyada bo'lib, bola deganni farzandlik bo'lsa ham bo'ldi, bo'lmasa ham bo'ldi desanglar, o o'zinglarning erkinliginglar banu. Siz chiqqaningiz izchil sizga gap qilmayotgan bir qiz bor, u bo'lsin banu. Yaxshi bo'lgandan keyin yaxshimisiz. Sizdan bir savol so'rab qo'ysam, masalan, siz loyiqim deb tanlagan qizlarga qanday shartingiz bor, masalan, yoki mush Urumchi turamsiz yoki Qashqar Payzvatga ketamsiz yoki boshqa jihatdan boshqa shartingiz bormi? Odatda Urumchida turma. Uyim mishada. Cho'nglarchi? Cho'nglar mishada. Masalan, siz tanlagan qizningki otangiz bo'lmasa-chi, masalan. Atanızı qarta başqa şartınız bormi yo'qmi? Atanız masalan tugab ketib qolgan va yoki boshqa sabablardan yanada yo'q. Hech qisi yo'q ularga. Atanız bo'lmasa, mening ota-onam bor. Tang ishlasak bo'ladi demakchi. Tang onam, dadam desak bo'ladi, shundaqmi? Aynur? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz Urumchi turmaydi dedingiz, a? Men sizga qiziqdim, sahnaga chiqdim, shunchalik deyman, deb boshqacha menga bir xil bexatarlik to'yg'ishib berardingiz. Nima qilolmay qoldim, jiddiylashib qoldim sizni ko'rib. Ha, işte salafatlik o'zingizmi? Birinchidan sizning meni qoyil qilganingiz
shunchalik ichingizda nima bo'lsa, beshingizga shuni to'kdingiz, samimiy ta'sir berdi. Samimiy ta'sir berdingiz. Shuning uchun siz bilan men tushunishib baqaydi. Siz oilada bolaning nechinchisi? Balam eng cho'ngi. Eng cho'ngi. Sizlar necha? Bir singlim 2 inim bor, 6 jonmiz. Hammanglar Urumchida shundaymi? Urumchida. Sizning masalan yoshingiz so'rasam bo'lamdi? Bo'ldi. Necha yosh? 29 yosh. 29 yosh. O'zingizni cho'ng bo'lib qolish uchun navada. Masalan, qizlar sizni cho'ngroq bo'lib qolish uchun. Bir 2 yosh cho'ng bo'lib qolish mayli. Do'stlik ekansiz-a? Bu degan boshqa gapim yo'q. O'zaro ma'lumotlar bilan paranglashdik. Qonun savodlaridan azdan o'zimiz bilmagan nuqtalardan patiyillarni maslahat so'rdik. Xayrguldan turmush tajribalariga asoslanib, ona yo'lida ko'pchilikni yaxshi maslahatlarni berdi. Ali ma'lum qiziqchiliklarni aralashtirib turib bizni shunday xushal qildi. Eng muhimi, yuragimizga yoqadigan so'zlar chiqdi. Mehmet Ali'mi o'zininki xarakter mijoziga beqib qizlar bilan har holda yaxshi paranglashdi. Qizlarmi Mehmet Ali bilan yaxshi paranglashdi deb o'yladik. Hamda hozirgacha ikki chiroq siz uchun saqlaqliq. Biz ikki qizni sahnamizning o'tirig'i taklif qilamiz ham sizni ham taklif qilamiz. Agar xohlasangiz birining qo'lidan tutib sahnamizdan ayrilsangiz bo'ladi. Ko'zingiz yetsa. Agar yana xohlamasangiz ikki qizni sahna tanho qoldirib sahnamizdan ayrilsangiz ham bo'ladi. Yetsa. Agar yana xohlamasangiz ikki qizni sahna tanho qoldirib sahnamizdan ayrilsangiz ham bo'ladi. İkkilisdan vaz keçdim. Kechiringlar. Bo'ladi. Bizning har sonliq programmamizda balkim bir yoki bir necha qizlar almashib turishi mumkin. Biz quruq qo'l qaytgan yigitlarimizning yana sahnamizga qayta qadam bosishini xohlaymiz. Sahna kutamiz sizni. Rahmat sizga. Xayr xo'sh. Men elchi programmamizga qatnashib boshlashim jiddiylashdim. Keyin ustozlar va qiz mehmonlar bilan fikr almashtirish orqali mendagi jiddiylik pasaydi. Oxirida o'zimning o'ylaganlaridek birlik kelmaslik sababidan voz kechishni tanladim. Keyin fursat bo'lsa qatnashib tirishaman. Qadrli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar elchi programmasi. Programmamizning tajdorligini Şinjan Sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan programmamizni Tilsim oltinchiligi alohida talab qilgan. Programmamizni Şinjan Kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati ro'yobga chiqargan. Bizning bugungi programmamizga qatnashgan chiroyli qizlar sizlarga rahmat. Sizlarga Berginaz shirkatininki alohida sovg'atliqlarni tayyorladik. Quruq qo'l qaytmaysizlar. Rahmat sizlarga. Qadrli ko'rman do'stlar, agar hayotlik tatbiq dialoglarni anglaganlar bo'lsa, davomli elchi programmamizning yangi sonlariga diqqat qilgaysizlar. Xayr xo'sh, kelar ko'rishaylik.